lekin bizani juda ham aqlli jamiyat quradigan, kelajagi bor, men yo'qotilgan avlodda hisoblaydigan avlod vakillari cho'tta meni minus milliard IQga chiqarib yuborishdi va men to'poyligimni ham yoqda ta'kidlashyapti, ular tilida gapirganda. Bilet chumo, men to'poy bo'lganimda, men shu yoshda shunaqa qilardim. Hozir sizlar maqtayotgan insonlar meni yoshimda nima qilgan, qay darajada ta'sir o'tkaza olgan o'z auditoriyasiga, onasini ham no bilet achiniz. Men agar qo'ygaga o'xshab qo'rqoq bo'lganimda va ularga paxta qo'yish uchun va ularga simpatiya bildirish uchun aytganda bilan reels bilan qurbilgan reelsdan chiqish xohlamaganimda shunaqa qilardim. Menga просто pofik. Men faqatgina qiziqarli kontent qilishga harakat qildim. Shuni qildimki, bu narsani kommentlarda, ahvatlarda, editlarda ko'rasizlar. Dam o'ti yomon ko'rib qoldim. Shunaqa bo'lish kerak edi.